Aka, mana zakasingizni tayyorlab qo'ydik, mashina kelib turibdi, hozir chiqarib yuboramiz. Ko'rinishi xuddi shunday holatda. Mana diskalariga ham alohida e'tibor berilgan. Jiddiy tormoz bilan jihozlangan, faralari o'zi o'zgarib turadi. Banni bilijninglari ham bor mana. Xo'p. Ana endi tezligi tabloda 25 ko'rsatadi, lekin 60 tezlikka bemalol ko'tarila oladi. Oldi-orqa jiddiy tormozli bo'ladi aka. Bu yerdan faralarini boshqarsangiz bo'ladi, ya'ni svetlarini. Signal, pavorotlar mana orqa taraf ham ishlaydi. Bu tarafi ham. Xuddi shunday holatda aka. Xo'p, endi skorost 3 talik parkovka rejimlariga o'tkazib olsangiz bo'laveradi. Mana tormoz bosib parkovkadan chiqariladi. Va qarang, buni hozir kalitdan, ya'ni mejigardan yurg'izdim, mejigardan o'chiramiz. Endi NFC kartadan yurg'izib o'chirsak ham bo'ladi. Kartani ekranga qo'ysak yonadi va ekranga qo'ysak o'chadi aka. Xo'p, kalitdan yurg'izib o'chirsangiz ham bo'ladi aka. 6 ta akkumulyatorlik bitta zaryadda xudo xohlasa 60-70 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Mana. Mana shunday holatda. Akalar, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yangilik Tesla modelimizni $430 baraka qildik. Dastavka pulini to'lab oladigan bo'ldi. Andijonda bog'i shamoliga chiqarib beryapmiz. Xohlasanglar bu yangilik Tesla modelimizdan aytib o'taylik, bu yerda sandiqchasi ham bo'ladi. Kattagina sandiqchasi bor. Xohlasanglar bu modeldan, xohlasanglar mana qo'sh faralik, cho'ntak modellarimiz, tank modellarimiz mana. Velosipedlarimiz bor va benzinlik harbiy tank modellarimiz ham bor. Bundan boshqa turdagi barcha skuterlarimizdan bor akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani, markaziy stadionning yonida joylashgan.